Bugungi mavzuimiz chinnigul. Chinnigul namolar qabilasi. Ular hayotiy o't, buta, daraxt, hayotiy shakllardan iborat. Barglari oddiy, butun, qabatlar yoki qo'yada joylashgan. Aksariyat chinnigul namolar barglari yonboshiz. Gullari ikki jinsli, ba'zan bir jinsli, aksine morf gulli. Mevasi ko'ktakcha. Eng muhim oilalari bilan tanishamiz. Dastlabki oilasi semizodlar oilasi. Bir va ko'p yillik hayotiy shaklga ega bo'lgan o'simliklar, qisman buta, butachadan, yarim butadan iborat o'simliklar. Barglari oddiy, butun, qabatlashib, qarama-qarshi. Gullari ikki jinsli, aksinamorf gulga ega bo'lgan oila hisoblanadi. O'zbekistonda Portulakay turkumiga mansub semizod bitta oddiy semizod o'sadi. Poyasi tuz, poya va bargli, tik yoki yoyilib o'sishi 5-35 o'simlik hisoblanadi. Begona o't. Yirik gulli semizod yoki gulbiyor. Bir yillik, madaniy, poyasi 10-15 balandlikka ko'tariladi. Manzarali o'simlik. Gullari har xil ranglarda. Butun vatani janubiy. Yovvoyi semizodni o'sha yosh poya barglaridan xomligicha qaynatib salat tayyorlanadi. Tuzlab saqlash ham mumkin. Fransiyada o'sha portukula sativa turi ekilib sabzavot sifatida ishlatiladi. Kaktusdoshlar oilasi. Kaktusdoshlar oilasi 105 turkumga mansub 2200 ga yaqin turlari. Kaktuslar o'sha Meksika kaktuslarining kelib chiqishi. Bu o'simliklar serid, sukulent, o't, buta, qisman daraxt o'simliklaridan iborat. Aksariyat ko'pchiligida barglari metamorfozga va tikanlar ko'rinishida saqlanadi. Ammo Periskeya va Periskiopsis turkumlarida rostmana serid barglari rivojlangan. Opunksiya turkumiga kelganda bu ontogенезning dastlabki bosqichida mayda barglar hosilda ko'krak. Bularni poyasini shakli har xil turkumda o'ziga xos, ya'ni ular ustun egasi barchasi. Gullari asosan bittadan, poya uchida Periskeya. Qismlari o'sha spiral, spirotsiklik holatda joylashgan. Ikki jinsli, ba'zan digamor gullarga gullar har qizil, sariq, oq, erkin asoslashib naycha. Mevasi ham rezavor, ba'zi urug'lari. Kaktusdoshlar oilasini bir qator belgilari kichik oilaga bo'ladi. Periskiyadoshchalar, opunksiyadoshlar va kaktusdoshlar oilasi. Tropik mamlakatlarda, Janubiy Amerikada mevasi ularni mevasi kattaligi Meksika bozorlarida sotiladi. Shirasidan pulkli deb ataladi. Ichimlik tayyorlanadi. Mana bu yerda ham xilma-xil mevalar ko'rsatilgan. Eng yirik manzarali so'slarga tun malikasi vatanda chorvamollari qorladi. O'simliklari o'stiriladi.
Chinnigildoshlar oilasi. Bu oilaning barglari oddiy, butun, gullari ba'zi to'p gulda joylashgan. Bittadan aksimorf, ikki jinsli yil hisoblanadi. O'zbekistonda chinnigildoshlarning 24 turkumga mansub ulgu turi uchraydi. Gulni tuzilishiga qarab ularni uchta oilachaga bo'lib o'rganamiz: mexatoshlar, yulduzlar va guldoshlar oilasi bo'lib. O'zbekistonda 10 turkum turlari keng. Masalan, yulduzut O'zbekistonda 5 ta turi. Ulardan mensimas, ya'ni buni poyasi nozik, yarim tik, barglari gullari oq, dalalarda, bog'larda keng tarqalgan mezofit. Golosteum turkumiga mansub 1 yillik, nozik, ko'p guli siyrak, soyabon shaklidagi resurs barcha viloyatlar, cho'l, adirlar vohasida yashovchi turkumi vakillari. Chinnigul Dianthus turkumiga mansub O'zbekistonda o't hayotiy shaklda yoki 1 yillik, 2 yillik o'tlar ko'rinishga uchraydi. Poyasi bandsiz, novdada gullari bittadan ba'zi gulda joylashgan. O'zbekistonda 10 ta turi tabiiy, shundan 3tasi manzarali, madaniy o't hisoblanadi. Yovvoyi turlardan 4 tangachalik olish uchun O'zbekiston barcha viloyatlardagi tog', adir, yonbag'irlarda uchratamiz. Bu O'zbekiston Qizil kitobiga. Madaniy turlardan Xitoy chinniguli gulzorlarimizda manzarali tur sifatida bo'rtgan turkumi. Bu turkum ham tikanli, qisman tikansiz, ko'p yillik, ba'zan yarim buta hayotiy shaklga o'simliklar bo'lib, O'zbekistonda 10 dan ortiq Hitmak Allohruza turkumiga mansub toponimli o'simliklar. Bu o'simliklarni parvardalar ishlatiladi. O'zbekiston Qizil kitobiga kiritildi, chunki bu tabiiy zaxiralar haddan ko'p ishlatilayotgan tabiiy zaxira. Gipsofila turkumiga mansub yarim buta hayotiy shakllarga ega bo'lib, barglari uzunroq, gullari oq ko'rinishga. O'zbekiston adirlarda, cho'l yerlarda uchratish ko'kimtir, yashil rangga ega bo'ladi. Ulardan vakil sifatida ayrisimon gipsofilani olish ko'proq ariq bo'lardi. Chinnigildoshlarni ham tarkibida saponinlar ularning muhim xususiyatlaridan hisoblanadi. Hitmak, gipsofila ildizidagi saponinlar boshqa turlarga Hitmak kabi o'simlik, qoramurug' kabi o'simliklar Gultoji xo'rozdoshlar oilasi. Bu oilaning barglari qarama-qarshi poyadan joylashgan, yonbargsiz bo'ladi. Gullari yoz to'pilda bittadan bo'lishi uchun ko'rimsiz, qo'rg'onli bo'ladi. Ikki jinsli, ba'zan bir jinsli bo'ladi. Hayotiy shakllari o't hayotiy ega. Mevasi yong'oqcha, ba'zan rezavor, urug'lari sharsimon, yasmiqsimon, yaltiroq shakl. Ba'zan rezavor, urug'lari sharsimon, yasmiqchasimon va yaltiroq.
Bu oilaning 3 ta oilachasi mavjud. Deringadoshchalar, gultojilar, zonfiradoshchalar oilalari. Deringadoshchalar tuzilishiga ko'ra eng sodda, qadimgi o'simlik bitta turi mavjud. O'zbekistonda yovvoyi holda uchramaydi, faqat gultoji xo'roz Gultoji xo'roz turkumga kiruvchi yagona o't sifatida mamlakatimizda keng tarqalgan. Bundan tashqari, gulxonalarda manzarali o'simlik sifatida qizilquyruq machi uchratishimiz mumkin. Bularning ahamiyati barglarida oqsil, karotinlar tutadi, riboslanmish polivitaminlar, askorbic vitaminlarga boy bo'ladi. Urug'ini tashkil etuvchi oqsil, ayniqsa lizin, moy va ulyumlar. Gultoji xo'rozni moyi, me'da, ichak xususiyatiga ega bo'lgan. Yaralarni bitishlashtirish uchun o'sha har xil og'rigan urug'idan esa tibbiyotda rak xavflarni oldini olish yordam. Tropiklarda keng tarqalgan ayirva turkumiga mansub ushbu ayirva pola yoki bo'lmasa ayirva lanata xalq tabobatida sidit haydovchi dori sifatida foydalaniladi. Sho'radoshlar oilasi vakillari yonbag'siz, barglari oddiy, ba'zan reduksiyalangan, gullari ko'rimsiz, anemofil, mevasi yong'oqcha, o't, yarim buta, daraxt hayotiy shaklga ega bo'lgan o'simliklardan iborat. O'zbekistonda qirish turkumga mansub o'sha butan turi yovvoyi holda o'sadi. Lavlagi, ismaloq, olabuta, teriskin kabi turkum vakillari respublikamizda keng beta turkum, lavlagi turkum bir va ko'p yillik o'tlardan iborat. O'zbekistonda oddiy lavlagi beta vulgaris yillik ildiz mevali o't sifatida o'simlik sifatida o'stiriladi. Qand lavlagini ildiz mevasida 20% gacha xo'jalik ahamiyatiga ega bo'lgan o'simlik. Sho'ra turkumi 1 yillik, 2 yillik hayotiy shakllardan iborat bo'lgan bir nechta yovvoyi begona turlardan o'z ichiga oladigan o'simliklardan oq sho'ra, shershox balandligi 1 metrgacha boradigan 1 yillik, sassiq sho'ra qo'lansa hidi bo'yi 60 santimetrgacha boradigan 1 yillik, barglari tomon ko'kimtir, keng bu ikkala tur ham sug'oriladigan ekin begona sifatida sho'ra poyasi shershox yoqimli hidga ega bo'lgan adirning qumli, shag'al, toshli yonbag'irlarida. Serbarg sho'ra mevalash davrida gulqo'rg'on shakli o'zgarib, ekdor, qizil, rezavor mevaga aylanadi. Olabuta turkumiga mansub o'simliklar O'zbekistonda 1 yillik hayotiy shaklga ega yoki yarim butadan iborat hayotiy shakllanadi. Bir uyli, bir jinsli O'zbekistonda 15 ta turga ega bo'lgan qismlarda sho'rxok ulardan tatar olabutasi ariq, kanallar bo'yida o'sadi. Barglari kumushrang, g'uborli, 1 metrgacha bo'lishi mumkin. Bu hayotiy shakli 1 yillik o'simlik hisoblanadi. Teriskin turkumiga mansub o'simliklar 1 yillik o'simliklar, gullari bir jinsli, yosh novdalarda barglari gulduzon bo'ladi. O'zbekistonda 3 ta tur uchraydi. Evers tereskini, nashtrak tereskini O'zbekiston tog' va adirlarda keng tarqalgan hisoblanadi.
ezin, koxa turkum. Bular ham 1 yillik va 4 ta tur tarqalgan. Shulardan ezin, ya'ni bo'yi 10 gacha boradigan tik poyali o'simlik hisoblanadi. Qizil sho'ra. Qizil sho'rani ham poyasi shoxlangan, yarim metrgacha boradigan qizg'ish rangli 1 yillik begona o't hisoblanadi. Bundan tashqari bu oila orasida qorabarg o't, kurak, buyurg'in, saksovul kabi o'simlik turlari rang-barangligi xo'jalik ahamiyatiga ko'ra sazovor. Sho'rak ham barglari etli, tangachasimon, O'zbekistonning sho'r yerlarida o'sadigan bu turda sho'radoshlarning quyidagi turlari: Bochayev yertezagi, ensiz sho'rak, to'mtoq, millionbargli baliqko'z, Maligin baliqko'zi O'zbekiston uchun endem tur hisoblanadi. Buyurg'in Anabazis turkumi. Bular ham 1 yillik, ko'p yillik, yarimta hayotiy shakllarga ega bo'lgan o'simliklar. Keng tarqalgan vakillaridan sho'r buyurg'inni olish uchun Anabazis salsani, bu ham o'sha tuya, ot, qo'y, echkilar uchun ozuqa hisoblanadi. Iskiak buyurg'ini esa barglari tangachasimon bo'lib, 30-75 santimetrgacha boradigan tershoq o'simlik. Saksovul turkumiga mansub o'simliklar ham ho'l hududda yashashga, novdalarini yozni issiq kunlarida to'kib yuboradigan, o'sish va rivojlanishni sentyabr-oktyabr oylaridan davom ettirib, mevasi pishtiriladigan o'simlik. Saksovullarning 5 ta turi mavjud bo'lib, O'zbekistonda shundan 3 turi keng tarqalgan. Oq saksovul 4-5 metrgacha yetadigan buta yoki daraxt. O'rta Osiyodagi qumliklarda keng tarqalgan. Qora saksovul 6-7 metrgacha yetadigan simon bargli yoki bargsiz daraxt hisoblanadi. Yog'ochi aldan a'lo sifatli yonilg'i tayyorlanadi. Zaysan saksovuli 1-2 metrgacha yetadigan buta, Ustyurt platosida keng tarqalgan. Sabzavot ekinlari orasida ismaloq, yovvoyi turi Turkiston ismalog'ini olishimiz mumkin. Barglari iste'mol qilinadigan, kamqonlikda, buqoqda dorivor o'simlik sifatida foydalanuvchi tur hisoblanadi. Qarondoshlar oilasi vakillari ham o't, yarim buta, barglari oddiy, gullari ikki jinsli anabel o'simliklar hisoblanadi. Bularni ham o'sha otquloq Romix turkumini oladigan, oddiy otquloq asosiy keng tarqalgan. Ildiz poyasi yo'g'on, shoxlangan, balandligi 1 metrgacha begona o'simlik hisoblanadi.